Mirzo Ulug'bek tumani Santron uchastkasida sizlarga bitta uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz aytganimdek Mirzo Ulug'bek tumani Santron uchastkasida joylashgan uyimiz bo'ladi. 5 sotudan iborat. Fasad qismiga e'tibor berasizmi? Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Panoramli oynalar, uyimiz ichi undan ham qiziq bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va nimadir yeb ichishga tayyor qilib oling. Haqiqatda boshqacha qilib qo'yilgan. Uyimizni ko'ryapsiz, bu yashil hududlari bo'ladi. Yashil hududlari va bu tomonimiz ham qilib ketilgan. Ichkariga kirib har bitta joyini sizlarga detalni ko'rsatishga harakat qilaman. Hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Ko'ryapsizmi? Bu tomon nima desanglar, bu stoloy qismi bo'ladi. Bu tomonimiz nima desanglar, bu tomonimiz bizada o'zini bu yerda basseynlari ham qilib ketilgan. Basseynlarni ham endi ichkaridan kirib ko'rib chiqamiz. Birinchi qavatga sayohat qilamiz. Ketdik. Uyimizni birinchi qavatiga sayohat qilamiz. Bu hol qismi bo'ladi. Mebellariga e'tibor beringlar. Mebellari va gilamlari hammasi turistga hisoblanadi. Gilamlari Erondan olib kelingan va bu mebellar hammasi Turkiya mahsuloti hisoblanadi. Uyimizni ko'ryapsizmi? Biram boshqacha qilib qo'yilgan. Bu hol qismi aytganimdek qaranglar. Ikkinchi qavati bilan birga qilib qo'yilgan. Juda ham chiroyli chiqqan uyimiz. Endi sizlarga birin-ketin xonalari bilan tanishtiramiz. Mana xonasi bu mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonasini ko'ryapsizmi? Mebellariga Turkiya mahsuloti bo'ladi. Haqiqatda boshqacha qilib qo'yilishgan. Yuringlar, keyingi xonalariga o'tib ketamiz. Bu xonamiz birinchi qavatga chiqib podvalga tushib ketadigan zonasi va ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonamiz. Bu ota-onalar sevadigan. Bu ko'rsanglar, bu tomonimiz endi bizning sanuzul qismi bo'ladi, gostivoy sanuzuli va bu tomonimiz endi ota-onalar uchun yotoqxonasi qilib ketgan. Mebellari shuna kelasiz, shuna kelasiz, kiyimlarni qo'yasiz va yashab bersangiz bo'ldi. Mana buni ko'rsanglarchi. Bu yerda endi o'zini sanuzul qismi bo'ladi. Endi sizlarga oshxonasini ko'rsatib o'tamiz. Bu oshxona qismi bo'ladi. Oshxona qismiga qarasanglar, bu oshxonasi ham bitta katta prostransiya qilib ketilgan. Mana bu tomonlari ham boshqacha qilib qo'yishgan. Ko'ryapsiz? Har bitta tomoniga e'tibor bersanglar, bu bo'sh tizimidan iborat bo'ladi. Bo'sh tizimi qilib ketilgan. Endi mana oshxonasi to'g'lig'ini ko'ryapsiz, boshqacha qilib qo'yilgan, katta. Va bu tomonimiz stoloy qismi bo'ladi. Stoloy qismi mehmonlar kutib oladigan zonasi va bu tomondan to'g'ri biz aytganimizdek bu yerda hozir sizlarga ko'rsataman. Bu tomonimiz to'g'ri mamlakatga basseynga chiqib ketadigan zonasi. Bu tomonimiz saunasi bo'ladi. Saunasi o'zini va turistskiy hammom ham qilib ketgan. Uyimiz ko'ryapsizmi? Haqiqatda boshqacha qilingan. Endi ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatga shuna ko'tarilishini ko'ryapsizmi? Biram boshqacha qilib bo'lingan. Bu yerda ham osma qandil ilib qo'yilgan. Passivkalar bor. Odamni sensorini aniqlaydigan. Endi sizlarga bu yerdan ham ko'rsatib o'taman. Ko'ryapsizmi? Birinchi qavatga bemalol vid ochilib beradi. Endi ko'ryapsizmi? Bu yerda ham endi bitta hol qilib ketilgan. Endi sizlarga xonalarini ko'rsatib o'tamiz. Katta detskiy xonasidan bitta boshlaylik. Bu yerda endi bitta ayollar sevadigan, ayollaringiz uchun bitta detskiy spalnyamiz bo'ladi. O'zini bu yerda sanuzul qismi ham qilib ketgan. Yuringlar, keyingi xonalariga o'tib ketamiz. To'g'ridagi xonaga o'tamiz. Ko'rasiz, to'g'ridagi xonasini o'zini bu yerda sanuzul qismi bo'ladi. Bu yerda ham bitta farzandingiz uchun yotoqxonamiz bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying. Endi keyingi xonasiga o'tib ketamiz. Shuni chiqqanimizda bu yerda aytgandek hol va ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. Ikkinchi qavatda bu ota-onalar uchun yotoqxonasi. Mebellari hammasi aytganimdek turistga qilingan va bu yerda televizorlar ham qo'yib ketilgan. Yorug' bo'lib turibdi, ko'ryapsiz? Uyimiz va uyimizda bu yerda sanuzul qismi. Bu tomoni endi bitta garderob xona qilingan alohida. Uyimiz aytganimdek, uyimiz podval qismi ham bor. Uyimiz 3 qavatdan iborat bo'ladi. Birinchi qavatda podvali va ikkinchi qavatdan ham qilib ketilgan. Endi narxiga keladigan bo'lsa, narxi nech pul desanglar, narxi obloshkadan ham ko'rsanglar bo'ladi va pastda opisaniyada ham yozib qo'ygan bo'laman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.